Hammaga salom, sizlar bilan Shahor To'la. Bilaman, anchadan beri videolar chiqmayotgandi, sababi universitetda sessiyalar boshlanib, mana yopib keldim. Xudo xohlasa, ana endi videolarimizni chiroyli qilib kontentlarimizni davom ettirsak bo'ladi. Bugungi videomizda juda ham ko'pchilikda savol tug'dirayotgan o'sha iPad Pro M2 ni sotib olgan yaxshimi yoki iPad Pro M5 ni olib qo'ygan yaxshimi? Chunki narxidagi farqi anchagina balandroq, kattaroq. Odam o'ylanadi qaysi birini sotib olishga, qaysi birini sotib olsa выгодныйroq chiqishiga. Mana shu savollarga Xudo xohlasa bugungi videomizda javob topamiz. Va sizlardan bir dona har doimgidek iltimosim bor, prosta bu ham obuna bo'lib qo'yish kanalimizga, agarda obuna bo'lmagan bo'lsanglar va hozirdan mana videomizga like bosib ketsanglar, sizlardan menga eng katta podдержка mana shu bo'lardi. Va sizlarga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya qilmoqchiman. Bilaman, telefoningiz agarda qotayotgan bo'lsa, FPS past bo'lsa, zalyot past bo'lsa, unaqa yurmanglar. Telegram kanalimdan shunday o'tsanglar, optimizatsiya 120 FPS qilib berish xizmati, zalyotni oshirib berish, AM xizmatlarini servisdan arzon narxlarga qildirib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimni shunday ekraningizda chiqardim, opisiyaniyada ham qoldiraman. YouTube kanalimni shapkasidan bemalol topsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Va sizlarga ishontirib ayta olamanki, umumiy mana shu narsalarni sotilsa eng arzoni menda o'rtoqlar, chunki obunachilarim hammasi bemalol sotib olish uchun arzon narxlarda chiqarib qo'yganman. Hammalarni Telegram kanalimda обязательно kutib qolaman. Videomizni endi boshlasak ham bo'ladi. Kellar har doimgidek birinchi bo'lib qisqacha devicelarimizni xarakteristikalari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib hammamizga tanish bo'lgan iPad Pro M2 haqida gaplashsak. Displeyimiz mini LED 12.9 dyuymni tashkil qiladi va to'laqonlik 120 Hz ni podдержка qilib beradi. Va hammamizga yod bo'lib ketgan o'sha gertsovkasini o'zi avtomatik upravлять qila oladi. Bu albatta zaryadkani ancha-muncha tejab beradi va maksimal yorug'ligiga keladigan bo'lsak 1600 nitni tashkil qiladi va bu o'zi uchun yetarli. Va protsessorimiz keladigan bo'lsak, tabiiyki Apple M2 chipi joylashtirilgan va sizlarga ishontirib ayta olamanki, ishlab chiqarilganiga 2022-yil bo'lgan bo'lsa ham, lekin haligacha o'zini kuchini umuman yo'qotmagan. To'g'ri, bu gapim bilan hozirgi pokoleniyadagi chiqib keladigan chiplarni bemalol buzib tashlaydi demoqchi emasman. No, prosta o'zini kuchini umuman yo'qotmagan va haligacha o'zini potensialida bemalol ishlab bera oladi. Va keyingisi hammamizga juda ham muhim bo'lgan va kerak bo'lgan batareya hajmi. Batareya hajmi 10758 mAh ni tashkil qiladi. Bu narsani hech kim rad etmaydi va haligacha tan olishadi. Prosta M2 protsessorli iPad Pro самый прям бешеный eng zo'r chiqqan pokoleniyalardan bittasi bo'lgan. To'g'ri, o'ziga yarasha kichkinagina muammosi bo'lgan o'sha zaryadkasini 2 soatlar atrofida to'liq zaryadka qilib olasizlar. Lekin aslida bu normal holat. 2 soat ko'p emas. Bunaqa katta batareyani to'ldirib olish uchun bu norma holat. Ishlab berish davomiyligiga keladigan bo'lsak, agarda shunchaki kundalik hayotda ishlatib yuraman desanglar, bir kunga indamasdan to'liq yetib beradi. Lekin PUBG Mobile, Call of Duty Mobile shunga o'xshash ko'plab shooter o'yinlar o'ynayman desanglar, indamasdan bemalol 7 soatdan 8 soatgacha o'ynay olasizlar. Baribir ham bitta o'tirganda buncha vaqt o'ynab olmasanglar kerak. Yana ham bilmadim. Ana endi kelinglar iPad M5 Pro ni shunday xarakteristikasi bilan tanishtiramizda va qaysi birini sotib olish kerak, qaysi birini sotib olsa выгодно chiqadi, narx-navolari, o'yin uchun qaysi birini olish kerak, kundalik hayot uchun qaysi birini olish kerak. Hozir shu haqida gaplashib olamiz. iPad Pro M5 bilasizlar, yangi pokoleniya 2025-yilning oktyabr oyida ishlab chiqarildi. O'zi bilsanglar, M4 seriyadan boshlab menga eng yoqadigan taraflaridan bittasi o'sha displeyni ozgina ixchamlashtirishgan. Va M5 seriyasida ham displeyimiz OLED 11 dyuymni tashkil qiladi. To'g'ri, 11 dyuym ham kichkina displey emas, baribir ham chem solishtirganimizda M2 ga qaraganda anchagina ixchamroq. Bu endi to'g'ri, kimga qanaqa, lichni o'zimga unaqa katta emas, kichkina emas, standartdan ozgina balandroq bo'lgan, ya'ni o'sha 11 dyuymligi anchagina yoqadi. Gertsovkasi o'sha har doimgidek to'laqonli 120 Hz ni podдержка qilib beradi. Chiqishidan oldin ozgina mish-mishlar aylangandi bilasizlar, 144 Hz bilan ishlab chiqariladi deb. Unaqa bo'lmadi. Protsessorimiz o'sha nomidan ham bilsak bo'ladi, Apple M5 chipi joylashtirilgan. Va tabiiyki hozirgi kundagi eng kuchli protsessorlardan bittasi sanaladi. Va ayniqsa aynan o'sha montajyorlarga yoki bo'lmasam AI videolarni tayyorlaydiganlarga, dizaynerlarga eng yaxshi protsessorlardan bittasi hisoblanadi, chunki juda ham tezkor ishlarni anchagina sifatli va tezlattirib beradi. Batareya sig'imimizga keladigan bo'lsak, 8160 mAh. Ashoha bu M2 ga qaraganda ancha-muncha pastroq emasmi? Batareyasi desanglar, yo'q o'rtoqlar. Energiya sarfi
bir xil va bir xil darajada ishlab beradi. Chunki eng birinchidan displeyimiz ozgina qisqartirilgan va mana shuni hisobiga ozgina batareya sarfi M2 ga qaraganda kamroq va yaxshiroq, anchagina yaxshiroq optimizatsiya qilingan. Va ozgina bitta plus tomonlaridan bittasi M2 ga qaraganda ozgina tezroq zaryadka oladi. Taxminan 20-25 minutlardan vohliroq. Ashoqa iPadlarimiz o'zi necha FPS ochib beradi desanglar, ikkala iPadlarimiz ham to'laqonli 120 FPS ni ochib beradi va maksimal grafikalarda. Ana endi kelinglar, ikkala iPadimizni farqini solishtirib beraman, narxlari va qaysi birini nima uchun sotib olishni tushuntirib bersam. Sizlarga qaysi birini sotib olishni maslahatini bersam, birinchi o'rinda biz nima maqsadda sotib olishimizga bog'liq. Mana shu narsani aniqlashtirib olsak, tanlashda umuman muammo bo'lmaydi. Aytaylik, asosan faqatgina o'yinlar uchun sotib olayotgan bo'lsanglar va sizlarning budjetinglar o'rtacha yoki cheklanganroq bo'lsa, sizlarga aynan M5 Pro ni sotib olishni umuman maslahat bermayman, chunki bundan ma'no yo'q. Lutshi M2 Pro ni sotib olib qo'ysanglar, birinchidan budjetinglar anchagina tejaladi va sizlarning ehtiyojinglarni bemalol qondirib berishga potensiali yetadi va даже 3 yil, 4 yilgacha. Aytaylik, faqatgina PUBG Mobile o'ynaysizlar, qanaqadir TDM turnirimi, klassika turnirimi yoki qanaqadir rankaj qilasizlarmi, даже stream qilasizlarmi, uni potensiali bemalol yetib beradi sizlarning ehtiyojinglarni qondirib bergani va ortiqcha pul to'lab M5 Pro ni sotib olgani umuman ma'no yo'q. Hozirgi kunda bozor narxida M2 Pro ni o'rtacha 600-650 dollarga yaxshi holatlarini sotib olsanglar bo'ladi. To'g'ri, unchalik ham nima desa bo'ladi, arzon emas, lekin M5 Pro ga qaraganda anchagina 2 barobar arzonroq. M5 Pro ni hozirgi kunda o'rtacha 1200-1300 dollarlar atrofida sotib olishinglar mumkin. Farqini sezyapsizlar-ku, to'g'rimi? To'g'ri, M2 ozgina ishlatilgan bo'ladi, lekin ancha-muncha zo'r holatlarni, yaxshi holatlarni bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Unda M5 Pro ni kimlarga maslahat beraman? Aytaylik, o'zingizlarning ishingizga aloqador bo'lsa, mana grafik dizaynerlar bor, montajyorlar bor va hozirgi kunda ancha rivojlanayotgan narsa AI videolarni yasash borasida o'zingizlarning ishingizlar mana shu narsaga aloqador bo'lsa, konkretni pul to'lashga ma'no bor, mana shunaqa qilishinglar ham kerak. Sababi yangi protsessor va yangi kuch, AI funksiyalari juda ham ko'p, sizlarning ishinglarni anchagina qulaylashtirib beradi, anchagina vaqtinglarni tejab beradi. Bilasizlar, vaqt biz uchun eng qimmatli narsa va mana shu narsa uchun M5 Pro ga pul to'lashga arziydi M2 ga qaraganda. Chunki uni orqasidan sizlar pul topasizlar va eng o'sha qulaylik yaratasizlar o'zingizlarga va funksional tomonlama anchagina boyroq. Faqatgina o'yinlar o'ynamoqchi bo'lsanglar, M2 Pro ni o'zi barcha stream qilish boradimi, TDM turnir, klassika turnir bo'ladimi yoki bo'lmasam ultimate'larda qanaqadir ranglar ko'tarasizlarmi, hammasiga o'zini potensiali yetib beradi. U agarda M5 olgan bo'lsanglar, uni o'zingizlarning pulinglar konkretni, agarda boya aytganimdek pulinglar o'rtacha yoki cheklangan bo'lsa, ortiqcha pul to'laganinglar qoladi xolos. Sababi nima desa bo'ladi, talab bittada, mana talabni mana shu nuqtada oladigan bo'lsak, M2 ham, M5 Pro ham bir xil urovingga chiqib qoladi, ikkalasi ham bir xil natijani beradi. M5 Pro da potensial ko'proq bo'lsa ham, lekin ko'proq o'sha AI videolarni yasash yoki bo'lmasa montaj, grafik dizayn yoki 3D modelingda ishlash bo'lsa, potensial anchagina yuqori talab qiladi va mana shu talablarni M5 Pro faqatgina qondirib bera oladi M2 ga qaraganda. M2 da u narsalarni ko'tarib bera oladi, bemalol ishlay olasizlar, bemalol o'sha videolar yoki montaj yarata olasizlar. Prosta ishinglarni birinchidan vaqtinglarni uncha-munchaga tejamaydi, uzoqroq vaqt talab qiladi ishlash jarayonida va AI funksiyalari ozgina cheklangan bo'lganligi sababli sizlarga noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Unaqa darajada maza qilib, unaqa darajada qulay ishlamaysizlar. Ish qilib shunaqa. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joningizlar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.